Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislarim. Jizzax Zomindagi uchrashuvga qaratamiz. Bu yerda So'g'diyona klubi Bunyodkorga qarshi o'yin o'tkazadi. Ikki jamoa vakillari maydonda saf tortishdi. Mana bizga So'g'diyona jamoasi tarkibi namoyish etilmoqda. 4-3-3 etib ko'rsatilgan. Endi esa Zeytullayevning tanloviga to'xtalsak, darvozada birinchi raqamda Abdumavlon Abdujalilov. Do'stlar, mavsumda o'z maydondagi so'nggi o'yinni boshlab oldi. Jaloliddinov, Doriyev to'g'riladi, zarba yo'llamoqda. Qo'lga tegdi deb aytmoqda, lekin jamoadoshida. Hozir to'p davom ettirish kerak, yiqildi. Nasibullayev borib ko'radi. Davom etamiz. Imkoniyat Bunyodkorda, qarshi hujum. Aniq uzatma, bu yog'iga Abduxoliqov sherigiga yetkazdi, ichkarida bor Rashortiya, uzoqdan zorba, noaniq. Mavlonqulov, So'g'diyonaning hujumi. O'tib ketyapti, imkoniyat bor, Abdurahmonov, zarba, super seyv, darvozabondan qutqaryapti. Mana takroriy lavha. Qizig'i, himoyachilar o'zlari to'g'rilab berishdi. Shu yerda kuchli zarbasi bor, Abdurahmonovni darhol yo'llash ham mumkin edi. Bunyodkorda. Hozir esa mezbonlar hujumga o'tmoqda. Jarima maydonchasiga kirdi. Doriyev va yana bir seyv. Bu birinchi emas, ikkinchi seyv do'stlar. Doriyev, Qahramonov o'ngga o'tkazib yubordi. Mana endi yuqoridan uzatma, zarba va Samandar Mavlonqulov. Yaxshi uzatma. Uzoqdan zarba. Darvozabon. Qoida buzilmadimi? Mana imkoniyat Bunyodkorda, darvoza bo'sh va gol. Qoyil. Ana shunday tarzda hisob ochilmoqda. Gol uryapti. Mana qarang, hammasi joyida. Bu Jasur Jaloliddinov u kurashda yutqazdi. Temurxo'ja Abduxoliqov sherigiga yetkazdi, keyin esa markazga va oxir oqibat qoyil. Yigirma 23-raqamda harakat qilayotgan Asadbek Rahimjonov gol muallifi. Bo'ldi. Tanaffus uchun hushtak chalinmoqda va 0-1 hisobida jamoalar ana shu tanaffusga yo'l olishadi. Qiziq taym ko'rdik. Statistikani ham agar ko'rgan bo'lsangiz, hozir ikkinchi taym avvalda ko'rsatishdi. 12 marotaba zarba yo'llagan So'g'diyona. 5 tasi aniq chiqdi. Mana uzatma. Darvozabon uzoqlashtirdi. Yana bir urinish. Kurash davom etadi. Xavfli vaziyat, zarba va to'pni Bunyodkor darvozaboni egallab oldi. Va yana bir futbolchi Oybek Nurmatov himoyada. Mana bu esa Immed Rashortiya, Bunyodkorning imkoniyati. Temurxo'ja ortida futbolchi bor. Abduxoliqov yetkazdi sherigiga. Aniq pas, xavfli vaziyat. Abduxoliqov to'pni saqlab qoldi, uzatma bor. To'singa tegdi to'p, e'tibor bergan bo'lsangiz. 18 Narimonjon Ahmadjonov. Zarba. Aniq. Tekin Shohruh. Lekin Doriyev haqidagi sifatni baribir olib qo'ymaymiz. Ya'ni u har yerda hozir nozir. Imkoniyat Bunyodkorda, zarba va yana bir imkoniyat, zarba. Sal qoldi. Qanday soniyalar o'tdi hozir. Markazda Bunyodkor to'pni egalladi va hujumni rivojlantirmoqda. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Uzoqdan zarba va darvozaboni egallab oldi Abdusalomov. Hakamga qaradi. Bu yerda hushtak chalinmagandi. Bunyodkor vakili esa bu ham bir soniya to'xtadi, lekin keyin davom ettirdi. Uzoqdan zarba va gol. Qoyil.
Ajoyib, Immeda Shortya. O'sha vaziyat, o'sha kurashda to'xtab qolingani uchun jazolamoqda hozir. Mana shu uchrashuv uchun mana bu golni qarang. Shortya. Ish zarbagacha yana yetib bormadim. Balki hozir Doriyev zorba va holat qanday? Mana bu imkoniyat. Zorba! Voh, sal qoldi. To'singa tegib qaytyapti to'p. Sergeyev bilan. Lekin yuqoridan uzatma berilmoqda. Anchadan beri O'zbekiston Super Ligasida imkoniyat bor mana. Yana bir zarba va super save. Respekt darvozabonga. Qarang, bu yerda darvozabon qaytardi. Buni ham darvozabon qaytardi. Hujumlar bilan o'tkazdi 5 daqiqani. Mana golmi? Yo'q, chiziqdan endi Urrata. Xavfli vaziyat. Yana bir imkoniyat. Qaytarishmoqda yana Urrata. Urrata raqib gol urishiga imkon bermayapti. Endi esa yana qaytarishdi. Chigal to'p qayerda ochig'i hatto aniqlash qiyin. Palapartish harakatlar, talo to'p va zarba. Himoyachilar turib berishyapti. Tushayotgani yaxshi. Mana keyingisi. Bunusida Urrata. Yana Urrata bo'ladi hozir, qarab turing. Mana Urrata. Mana bu yerda yana bitta vaziyat bor adashmasam. Mana qarang qanday olib chiqishmoqda. Va keyin yana qaytarishdi. Ha. Bo'ldi. Nasibullayev mana endi hushtak chaldi va o'yinni yakunlab bermoqda. 0-2 Bunyodkor g'alaba qozondi. So'g'diyona esa o'z maydonidagi so'nggi o'yinda imkoniyatni boy bermoqda, lekin hali mavsumning so'nggi uchrashuvi har ikki jamoada ham bor. 0 ga o'ynadi. Chindan Abdujalilov gap so'z bo'lishi mumkin emas.